Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana navbatdagi kat yo'limiz 200 kvadratga mo'ljallangan avtomat kat yo'l bo'ladi. Mana garelkalari, bunkerlari. Samarqanddan Dostonjon akamiz, Santexnik akamiz zakaz berishgan. Oldin bizdan bitta kat yo'l, ikkita garelka xarid qilishganda o'zlari bilan qarindoshlariga. Shu bitta 300 kvadratlik kat yo'ldan xarid qilishganda. Kat yo'lga ham xuddi shunaqa quyma chugun garelkali garelkalar qo'yib berilganda, bu garelkamiz quyma chugundan bo'ladi, komplekt bo'lma yasalgan emas. 1 sm qalinlikda bo'ladi. Ko'mir tanlamaydi, yoqaveradi. Keyin bu chugun bo'lganligining foydasi, temir bo'lsa mana bu joylarda ozgina yil o'tib eshilish holati kuzatiladi. Bunda unaqa holat kuzatilmaydi. Uzoq yil yaxshi ishlab beraveradi. Keyin yana aytib o'tib ketiladigan narsa, eski pozitsiyalarda bu ko'mir tushuvchi joyi ozgina kichikroq bo'lgan. Endi hozir kattalashtirib, o'sha ko'mir to'xtab qolmasligi uchun hisobini qilib qo'yilgan. Bu kat yo'l 200 kvadratgacha bemalol isitib beraveradi. Endi hozirdan mana ko'pchilik harakat qilyapti. Nalichida kat yo'llarimiz bor. Agar tayyoridan bo'ladigan bo'lsa, bir kunda ichida chiqarib beriladi. Agar shunaqa yarim tayyor holatdagisi bo'lsa, 2 kun 3 kun atrofida ketadi. Mana hozir o'tgan kuni zakaz berishgan bo'lsa, ertagalikka tayyor bo'lib chiqib ketadi. Inshaalloh shunga harakatdamiz. Mana hozir 9 bo'ldi soat. Buni hali tayyorlayapmiz. Keyin mana pol avtomat kat yo'llarimiz ham mavjud. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqsa, to'liq obzorlarni ham tashlab beramiz, ko'rishsa bo'ladi. Keyin o'sha Smart Miya ham chiqartirganmiz. Smart Miya telefondan rasxodlari boshqasini ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi. Keyin elektron miya bo'lganligi uchun, platali miya bo'lganligi uchun, elektronlik platali miya bo'lganligi uchun osonlikcha kuyib qolmaydi. Ko'p kuchi oshib kelmaganda ham yaxshi ishlab beraveradi. Hozirdan harakat qilgan yaxshi nimaga? Sababi sezonda birinchidan santexniklarda, yaxshi santexniklarda umuman vaqti bo'lmaydi. Keyin tajribasizroq santexnikka qilgizishingizga to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun hozirdan harakat qilish kerak. Santexniklar bemalol ham kat yo'lda bemalol tanlab xarid qilasiz. Keyin kat yo'llarimiz $100, $50dan skidkada bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Sezonda iloji bo'lmaydi skidka qilib berishdi ko'p holatda. Chunki o'zi ulgurmasdan 1 oy, 2 oylab ochret bo'lib ketadi. Shuni hisobiga hozirdan harakat qilaverasizlar. Biz ham vaqt kelsa mana shu chugunimizni ham hamma chugunchilar, liteshiklar kuyib bera olmaydi. Shuni hisobiga kerak bo'lsa shu garelkani ham vaqt kelsa kutib qolamiz. Chunki tez tayyor bo'lmaganini hisobiga kutib qolamiz. Shunaqa holatda yanada ham kutish holati kuchayib ketib qoladi. Shuning uchun hozirdan harakat qilaverasizlar. Ham chegirmada, ham bemalol santexniklarni topib ishingizni mustahkam qilib qilgizdirib olsangiz bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu raqamlar orqali ham aloqaga chiqaverasizlar. 94lik 520 4999 o'zimning raqamim. Bunisi akamning raqamlari. Mana oldin shunaqa seri qizil holatda rangda chiqqan, endi hozir qop-qora holatda chiqarilyapti asosan. Lekin rangi ma'qul kelmasa boshqa ranglarda ham chiqarib berilaveradi talablarga ko'ra. Kat yo'llarimizni ekonom variant bo'ladi. Hozirgi vaqtda so'nggi model desak ham bo'ladi. Sababi o't yurish yo'li uzun. Shuni hisobiga anchagina tejamkor bo'ladi. Bu yerda 3 yo'l, 4 yo'l o't yuradi. To'liq pastga tushib turib, tevaga chiqib, keyin chiqib ketadi. Shuni hisobiga issiqlik ichkarida qolib, sizni ko'miringizni 70 kg, 80 kg emas, 40-50 kg ga rasxodini kamaytirib beradi. Xuddi mana bu holat desak ham, mana bu tevaga chiqyapti, pastga tushyapti, tevaga chiqyapti, keyin tashqariga chiqyapti. Agar shu holat qancha kam bo'ladigan bo'lsa, bu narsa ko'mir rasxodini ko'paytirib yuborishga sababchi bo'ladi.
keyin bunaqa o'sha retortniy holatdagi garelkalarimiz ham mavjud. Bunaqa garelkalarni ham qo'yib tayyorlab beraveramiz. Zavodskoy ham bor, yasamasi ham bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'yicha yetkazib berishimiz bepul. Ortiqcha sizdan pul talab qilinmaydi. Agar vodiy bo'ylab bo'lsa 100 gacha yetkazib beriladi. Vohalarga asosiy yo'ldan qabul qilib qolishsa bo'ladi. U yog'iga o'zlari olib kirib ketishadi. Sababi yuk mashinalar ichkariga kirmaydi. Agar kiradigan bo'lsa juda narx qimmat bo'lib ketib qoladi. Shuni hisobiga. Shu reduktor motorlari ham mana двойной reduktor. 220 motor qo'yiladi. Bu двойнойligini hisobiga uchinchi narsani sindirib olib kirib ketaveradi, mustahkam bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, raqamlar orqali pastda ham qoldirib qo'yaman, aloqaga chiqaverasizlar. Chaqmoq ekonomik yo'llari. Qishda sizni rasxodingizni kamaytirib va xavfsiz va tejamkor qishda o'tkazishingizni ta'minlab beradi. Tanlovda adashmang. Hozir o'zi tushunib tushunmasdan chiqarib turgan odam ham ko'payib ketyapti. Shuni hisobiga tanlovda adashmang. Hozirdan misol uchun bizni ham kelib ko'ring, boshqani ham ko'rib, narxiga qarab, keyin shu ekonomligiga qarab turib, hozirdan harakat qilganlaring yaxshi bo'ladi. Santexnik kerak bo'lsa ham aloqaga chiqaverasiz. O'zbekiston bo'yicha santexniklarimiz bor. Iloji boricha sifatli ish qiladigan, garantiyali ish qiladigan santexniklarni topib beramiz. Kanalimiz rivoji uchun videoga like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ying. Kimda santexnik montaj haqida, katyol haqida savol bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib ketishingiz mumkin. O'zimiz bilganimizcha, bilmaganimizni o'rganib bo'lsa ham sizlarga to'liqroq ma'lumot qilib berishga harakat qilamiz.